Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Yunus. Bu videoni men qo'yamanmi, qo'ymayman bilmayman. Lekin agar ko'rayotgan bo'lsanglar, yozilgan bo'lishi kerak. 16 yoshda 0 dan $1000 gacha 6 oyda. Bu videoda men shu qisqa qilib aytganda o'zim haqimda gapirib bermoqchiman. Qanaqa qilib shu marketingga kelib qoldim, SMMdan qanaqa qilib performansga o'tib qoldim. Shu ochiq oydan hech narsani bekitmasdan to'liq aytib bermoqchiman. Asosan bu videoni to'g'risini aytaman. Kelajakda endi katta natijalarga erishganda qaytib eslab o'tirish uchun olyapman. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, 14 yoshimda men shu IT sohasiga qiziqib, shu hammaga o'xshab men programmist bo'laman, aytishnik bo'laman deb front-end bo'yicha kursga qatnashib boshlaganman. Shu saytlar qiladigan razraботчик bo'ladi front-end. 9 oylik kursga borganman. Shu ProWebga o'qiganman, endi o'rganganman ancha-muncha narsani. Orada bari YouTube'dan ko'rib ham o'rganganmiz. Shu keyin Fiverr'da ish qidirganman, Upwork'da ish qidirganman, har xildan freelance birjalar, Telegram kanalda. Oxir oqibat lekin bar unaqa nima desa bo'ladi, yaxshiroq ish chiqmagan. Chunki baribir ko'plar уже nima desa bo'ladi, junior front-end razraботчикlarga bermayapti. Masalan, hozir Tilda bor, Webflow, WordPress hamma o'sha yerga kiradi. Masalan, $30 podpiskasini oladi, o'sha yerda xohlagan saytingizni qo'yib olishingiz mumkin. Unchalik to'g'risini aytaman, ichimda qiziqish ham bo'lmagan. O'shanda ITni ham tashlaganman, boshqa narsaga o'tib ketganman shunaqa qilib. Undan keyin har xil tam dropshippingga qiziqganman, dropshipping qilib ko'rmoqchi bo'lganman. Uzumda narsa sotmoqchi bo'lganman. Увлажнитель воздуха o'xshamagan u ham. Telegram kanalni yurg'izmoqchi bo'lganman. U ham unchalik aniq qilmagan. Orada tradinglarga ham qiziqib qolganman. Hammasi короче bo'lmagan. Shundoq qilib aytganda bir tiyin pul topmaganman ularning hammasidan ham. Shunaqa qilib dedi 15 yoshlarimda bo'lar ekan. 15 yoshlarimda Instagramda krossovka sotishni boshlaganman. Oddiy masalan bozordan boraman, 300 mingga krossovka olaman. Instagramga masalan o'zim rasmga olib, o'zim videolarni qilib, o'zim target yoqib 400 mingga qo'yaman. U krossovkani o'zi asl narxi deb 380 ming bo'lgan. Prosta shunaqa Instagramga sotaman deb o'sha bozorchilar bilan shunaqa согласование qilganmiz. Shunaqa skidka qilib berishgan menga. Birinchi pulimni o'sha yerda topganman. Где-то o'zimga yangi iPhone olganman. Shunaqa paytlar bo'lgan, masalan, tam zakaz tushib qoladi. Bitta krossovkaga zakaz tushadi. Men mana shu maktabdan kelib, qish, ko'chada qor, sovuq tam kurtkalarni kiyib, остановкаga chiqib, tam avtobusni kutib, o'sha qordan qator tolga borib, o'sha yerdan krossovkani olib qaytib kelganman. Shunaqa qilib Yandeksdan chiqarib olganman. Bir xillarda bo'ladi, shuncha borardim, krossovkani olardim, uyga kelardim. Endi dastavkadan chiqarib olaman desam, Telegramdan shunday сообщение, Instagramdan uzr boshqasini oladigan bo'lib qoldik, uzr уже boshqa joydan ko'rib qoldik degan сообщениyalar ham kelardi. Endi конечно alam qilardi. Masalan, bir xillarda 3-4 ta zakaz tushardi. 3-4 ta zakazni olib kelganimdan keyin hammasi ham vazrat bo'lishi ham mumkin edi. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Endi Xudoga shukr, tushunadigan aka bo'lganlar, bozorda ham borib qaytarib berardim. Aka shunaqa bo'lib qoldi, olmadi, prosta kelmadi derdim. Tushunardilar, Xudoga shukr. Shunaqa qilib boshlaganman. Shundan keyin shu targetga qiziqish bo'lgan, mana shu video kontent, media sohasiga qiziqib ketganman. Shunaqa qilib montajlikni o'rganganman. O'sha paytda After Effectsda montaj rivojlanishni boshlagan edi. Ko'rganman tamani. Aslida onlayn YouTube'dan o'rganganman. Shunaqa qilib o'zi boshida men davomli вообще o'ylamaganman. SMMga kirib qolaman, marketingga kirib qolaman, miyamga ham kelmagan. Men где-то 2 yil, 1,5 yil oldin shu miyamga ham sig'dira olmaganman. Shu bir kun men shu marketingga kelib, har xillarni kreativlarni, targetlarni, strategiyalarni qilaman deb вообще o'ylamaganman, to'g'risi. Lekin yoshlikdan rosa katta niyat bo'lgan, masalan,
nima desa bo'ladi, yoshlikdan rosa katta ambitsiyalar, rosa katta planlar, maqsadlar qo'yishni anaqa qo'yib kelganman. Xo'p, sal chiqib ketdik temadan. Shunaqa qilib video kontentni qiziqib ketganman. Krossovkalar sotish bo'yicha, keyin u krossovka akkauntlar band bo'lib ketgan. Agar tushunadigan odamlar bo'lsa, Instagramda brendlarni sota olmaysiz. Masalan, Nike, тем более Adidasni qo'ysangiz, sразу band beradi. Описаниеga qanaqadir brend nomi yozadigan bo'lsangiz, shunda o'sha algoritmda считывать qiladi. Shunaqa qilib ozgincha o'tmasdan keyin band beraveradi. Shunaqa qilib birinchi akkauntim banga kirgan, ikkinchi akkauntim banga kirgan, uchinchi akkauntim shunaqa qilib yangi ochirardim har safar. Video sразу rasmlarni qo'yardim, sразу target yoqib olardim. Shunaqa qilib ishlardim. Montajni o'rgandim. Xo'p, After Effectsda montajni o'rgandim. Ish qidirishni boshladim. Har xil tam agentstvalarga telefon qilib chiqardim. Montajyor kerak emasmi deb, tekinga, конечно, boshda probni video qilib berardim. Tam Telegramlardan qarayirdim. Headhunter tanishlarga chiqardim. Shunaqa qilib montajdan topa olmaganman, lekin SMMdan topganman. Shundan keyin qarasam, tushunishim bo'yicha, endi o'sha paytga tushunishim bo'yicha SM bu qanaqa prosta video oladi, o'shani montaj qilib sotsетlarga qo'yadi. Qanaqadir uni strategiyalar, hook, call to action, bu videoga keyin target yoqish, узнаваемостьga video, продажаga video, bunaqa qilib вообще tushunmaganman. Qanaqa o'ylagan, prosta video olaman, montaj qilaman, shunaqa qilib qo'yib yuboraman, pulimni olaman. Shunaqa deb o'ylaganman. Aylanib shunaqa SMga kirib qolganman. Birinchi ishim SM bo'lgan. O'sha payt $200 edi adashmasam. $200 ga bitta bola bilan ishlashni boshlaganman. Shunaqa telefon qilyapman. Yoki shunaqa SMdan qoldirgan ekansiz. Shunaqa men o'zim montajlarni ham yaxshi qilaman deganman. Montaj portfolio so'rab berganda o'zim mana agentstvalarda tekinga qilgan ishlarimni tashlab berganman. Shunaqa qilib ishni boshlaganmiz o'sha bola bilan. Ismi Ulug'bek edi. Birinchi gaplashganda sal tushunganman, sal cho'ta не to'g'ri. Chunki o'zi SMMdan dars berardi, lekin gaplashayotganimizda gaplari qanaqadir sal не to'g'ri edi. Shundan sira tushunganman, bu bola bilan ko'p ishlamasam kerak deganman. Shunaqa bo'lib chiqqan, lekin birinchi ishim bo'lgani uchun mayli, anaqa qilmay boshlab ko'raylik, yo'g'ini Alloh ko'rsatadi deganman. 15 kunda shu $200 gaplashgan bo'lsak, zeta $100 ni berish kerak bo'lgan. 15 kun ichida borganman, o'sha videolar olib berganman. Endi o'sha payt krossovkalar sotgan pulimga yangi iPhone 14 olgan edim, 14 Pro. O'shanda videolar olardim. Kelib o'sha Afterda montaj qilardim. Endi to'g'risini aytaman, bunaqa katta opit bo'lmagan. Oddiy videolar chiqardi. Shunaqa qilib gaplashyapmiz, ora-orada gaplashib turardim. Telegramdan yozardim, yoki ishlarim yoqyaptimi, hammasi qoniqtiryaptimi. Zo'r ishlaringiz menga yoqyapti, xudo xolasa ko'p ishlaymiz, shunaqa gaplar gapirdi. Oxir oqibat qarasam, cho'ta aloqaga chiqmayapti. Men syomkaga borishim kerak, lekin telefon qilyapman, telefonni ko'tarmayapti. Telegramdan ham yozyapman, cho'ta qaramayapti. Ertasi kuni yana telefon qilyapman. Shunaqalar bo'lib turardi. Keyin 4 kundan keyin o'zi menga aloqaga chiqardi. Shunaqa qilib, keling, uzr, shunaqa bo'lib qoldi, sal anaqa sharoit to'g'ri kelmay qoldi, keling video olamiz dedi. Endi borardim, nima qilaman endi. Oxir oqibat 15 kun o'tdi. Shunaqa qilib telefon qilyapman, shu aka pulni qachon hal qilamiz, shunaqa 15 kunga kelishgan edi desam, endi bo'ldi, hozir qilib beraman dedi, bo'ldi, kech-kecha tashlab yuboraman dedi. Shunaqa qilib, qarochi sekin cho'zib yurdi. Keyin qarochi charchadim, Telegramdan yozdim. Shunaqa 15 kun kelishganmiz, unaqa qilyapsiz, yaxshi narsa emas, yo'q, qarochi gaplashganmiz. Nima degan u, men sizni videolaringizni qo'ymaganman. Men sizni ma'no tanimayman, kimsiz? Shunaqa qilib chopib yuborgan. Endi u payt nima, endi birinchi ishim bo'lgan, hech qanaqa kontrakt ham zaключать qilmaganman, hech qanaqa договор ham qilmaganman. Oddiy shunaqa bo'lgan. Qarochi joyga borganman, qarasam u bola даже arendani ham to'lamas ekan, arendani ham chopib yuborgan. Shu aytdim, SMdan dars beradi deb. Ikkita o'quvchisi bo'lgan ekan. Ikkita o'quvchisini ham даже o'qitmagan bola bo'lib chiqdi, оказывается. Birinchi klientim shunaqa полный mashinanik bo'ldi. Xo'p, ikkinchisi ham shunaqa bo'ldi. Xo'p, ikkinchisi mebelniy do'kon edi. Abu Saxiy dedi, Abu Saxiyda. Ular bilan ham shu $200 ga dogovor qilganmiz. Endi ulardan уже target yoqishni boshlashim kerak bo'lgan. Уже targetlarni ko'rib chiqqanman shuncha payt. YouTubedan ko'rib hamma narsani o'rganganman. Target, sal уже kreativlarni oshirishni boshlaganman.
videolar olganmiz ularga. Unda ham gaplashganda уже sal tushunganman. Ana ko'charoq odamlar bo'ladi-yu, shunaqa odamlar bo'lib chiqqan ular ham. Gap so'zlardan уже sразу bilingan. Ular bilan ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan, lekin Xudoga shukr, хотя бы shu 50%ni 200dan 100 olishga olganman. Hop, uchinchisi ham shunaqa kichkinagina shu nima desa bo'ladi, IT kompaniya bo'lgan. Endi ular bilan dogovor qilganmiz. Endi ular bilan unaqa mashinniklar deya olmayman, baribir pulimni olganman, lekin где-то bir hafta ishlaganman ular bilan ham. Hozir shu orqaga qarab analiz qilsam, hammasi просто bilim yetarlicha bo'lmaganidan bo'lib chiqyapti. Просто shu sohada именно soft skilllarim ham unchalik razvit bo'lmagan. Просто sodda qilib tushuntirganda bilimim bo'lmagan, nima qilayotganimni tushunmaganman. Ochiq oydan aytaman. Hop, shunaqa qilib 3 ta klientim просто tak har xil mashinnik, bu yoq bo'lib chiqdi. Baribir o'sha payt motivatsiyam bari sal tushib qolgan. Chunki bari shuncha harakat qilib keldim, shuncha narsada qilib keldim. Mana shu 14 yoshimda ITdan boshlagan bo'lsam, уже shuncha anaqa bor edi, lekin bari cho'ta o'xshamadi deganman. Bari shunaqa misllar o'tgan. Keyin уже birinchi официальный ishim, o'sha dogovor qilib ishlangan ishim bu davlat muassasasi bo'lgan. O'z shaharsozlik litsey arxitekturniy davlat muassasasi. Shu Instagramdagi, Google'dagi kirib qarab ko'rsanglar chiqadi. O'sha yerda SMM sifatida ishga kirganman. Uchrashuvga boraman, takoy qarasam katta muassasa 380 ta odam ishlar ekan u yerda. O'ylayman o'shanda ko'tara olmaymanmi bari. Endi unaqacha katta opitim yo'q. O'rgangan bo'lsam faqat shu YouTube'lardan, kitoblardan o'rganib kelganman hammasini. Allohga tavakkal qilib boshlaganmiz. Endi o'sha payt 5 million oylik deganman. 5 millionga sразу ko'ngan. O'sha payt 5 million menga rosa katta pul bo'lgan. Masalan, shu $200, 200 maksimum $250lik ishlab kelganman. Bu yerda 35 millionlik ish chiqyapti. Tim bo'lish shunaqa katta portfoliyomga ham zo'r ish bo'lib qolardi u. O'sha yerda ishni boshlaganman. Yana so'rashingiz mumkin, nega davlat ishi bo'lsa nega siz olishgansiz? Chunki ularga kerak bo'lgan. U yerda nafaqat SMM, nafaqat mana shu Instagram bilan Facebook, balki shu veb-saytni ham yoritib borish kerak bo'lgan. Veb-saytlarga ham shu WordPressda novostilar qo'yib borish kerak bo'lgan, shu SEOni oshirish uchun. Shunaqa qilib davlat muassasasiga kirdim. U yerda ishladim, u yerda har xil syomkalar, ssenariylar hammasini qilardim. O'tda ichida har xil arxitektorlar bor. Shunaqa qilib arxitektorlar bilan ishlab ketganman. Mana sanasi 2024-yil iyulda o'sha birinchi ofitsialniy ishimga kirganman. Yil oxirigacha dekabrda уже $1000 topgan bo'lgan ekanman. Getta shu примерно 6 oy ofitsialniy ishimdan sanasi. O'sha orasida o'sha paytlar matematikam bo'lardi. Ingliz tiliga borardim. Bitta davlat muassasasi, yana o'zimning shaxsiy brendimni ham qurmoqchi bo'lardim одновременно. Yana orasida boshqa proyektlar ham vaqt kerak. Hammasini qanaqa qilib shunaqa eplab kelganman. Masalan, shu davlat ishiga boshida mana shu maktabga borardim. Maktabdan chiqib sразу shu ishga ketardim. Ishda не только davlatnikini qilardim, bu yerda boshqa proyektlar ham bor edi. Masalan, katta kompaniya, organizatsiya, uning ichida где-то 380 ishchi bo'lsa, ularning ham ichida shunaqa o'zini biznesini qiladigan, o'zini arxitekturniy kompaniyasini yurg'izadigan odamlar ham bor edi. O'shalar bilan ham ishlardim. Общий sanaganda o'sha payt $1000 topishni boshlaganman. Shu 16-17 yoshli bo'laman. Mana shu qiziq joyi, shu 2024-yil rassalik ham xohlagan edim, shu maqsad qilib qo'ygan edim. Yil oxirigacha, mana shu 2024-yil oxirigacha shu nasib qilsa Dubayga chiqib kelaman. Oxir-oqibat real shunaqa bo'lib qoldi. Dekabrda o'sha yerda arxitekturniy kompaniya klientim bilan real Dubayga ketdi. Endi ish safari bilan o'sha yerda video syomka qilish uchun. Haqiqatan o'zim xohlagan narsam bo'ldi. Shunaqa o'zidan o'zi o'xshab ketdi. Men to'g'risi kutmagan joyimdan sekin shu Alloh yo'limni ochib qo'ydi. Shunaqa qilib dekabrda qarasam, уже $1000 topganman. Mana shu
shuncha klientlarim bor. Shuncha joy ko'p emas edi, 2-3 ta klientim bor edi, anaqa qo'yolmay. Shunaqa qilib, to'g'risini aytaman, shu birinchi $1000 rosa katta men uchun xursandchilik olib kelgan. Endi maqsad edi o'sha payt, dedi 15 yoshimda, 16 yoshimda maqsad qo'ygan edim, shu oyga $1000 topish. Shuni urdim. Maqsadimmi. 2025-yil уже kirib kelyapti. Yanvar oyida arxitekturniy kompaniyam bilan ishni to'xtatdim. Chunki fokus слишком har xil joylarda ketib qolgan. Bu yerda maktab, bu yerda davlat ishi, matematika, ingliz tili. Shunaqa qilib, короче, расфокусировка bo'lib ketgandan keyin bunga to'g'ri fokus qarata olmadim. Bu to'g'ri meni aybim bo'ladi. Shunaqa qilib o'tdan ishdan ketdim. Faqatgina shu davlat muassasasi qoldi, shaharsozlik. Faqatgina shaharsozlik olib qoldim. O'sha payt keyin shaharsozlik ham oyligimni tushirib tashladi. Tam $5 million bo'ladigan bo'lsa $200 ga tushib qoldim. Shunaqa qilib yana sekin-sekin o'rganib, kitoblar o'qib, tekin kurslar ko'rib, seminarlarga borib, yana bilimimni oshirib, 3 oydan keyin yana $1,5 ga chiqdim. Mana masalan, yanvarda $200 ga tushib qoldim. Где-то yana adashmasam martlarning oxirida $1,5 ga chiqdim. Unda logistikani yurg'izotuvdim. Yana davlatniki kiyim-kechak do'kon. Shu 3 ta proyektim bor ekan. Общий где-то $1,5 qilyotgandim shulardan. Shunaqa qilib ishlab keldim. Qarasam, baribir hozir agar davlatnikidan ketmasam, baribir nima desa bo'ladi, razvitiyamga vaqt yetmay qolyapti. Shaharsozlikdan ham ketdim. Где-то plus-minus 11 oy, 1 yil ishlagan bo'laman. Где-то iyundami, maydami, iyundami ishimni tugatdim. Faqatgina kiyim-kechak do'kon bilan logistika qoldi. Shunaqa qilib aylanib, bir oylardan keyin hamma klientimni yo'qotdim yana. Polniy 0 ga tushib qoldim. $1,5 mingdan bo'lsam, polniy 0 ga tushib qoldim. Undan keyin o'tirdim. Bari bitta yaxshi ustoz topmasam bo'lmaydi. Yaxshi ustoz topish kerak. Normalniy kursda o'qishim kerak degan maqsad qo'ydim. Shundan keyin $1000 lik kurs sotib oldim. Yana o'zimni bilimimga, o'zimni razvitiyamga yanada qattiqroq kirishdim. Shunaqa qilib 3 oy yoz uyda qolib ketdim. Klientlar qidirdim. Yotib olib mana shu Headhunterdan kuniga 100 ta сообщение yuborardim. 3 oy hech qanaqa natijasi o'tdi. Mana shu nima desa bo'ladi. 0 ga tushib qolgan, mana shu pastga tushgan etaplardan bittasi 3 oy yoz просто tak o'tib ketdi. Bitta ham klient yo'q, pul yo'q. Lekin o'zimga tikishdan to'xtamadim. Klient bo'lmasa ham baribir ishonib, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'qidim. Orada klientlarga ham yozurdim, сообщениyalar, tam Headhunter, Telegram, Instagramdan hech narsa chiqib qolmadi. Chet eldan ham klient topmoqchi bo'ldim. Yana orada shu shaxsiy brendimni ham qilib ketganman. Shuni aytish esimdan chiqib qolibdi. Mana shu где-то 4 marta общий shaxsiy brendni rivojlantirmoqchi bo'lganman. Imенно Instagramda faqatgina 3 marta rus tilida bo'lgan. Oxirisi hozir mana shu o'zbek tilida yurgizishga harakat qilyapman. Hop, yana sal temadan chiqib ketdik. Hop, 3 oy shunaqa qilib uyda o'tkazdim. Hech qanaqa natija yo'q, hech qanaqa pul yo'q, полностью 0 ga tushib qolganman. Lekin bilim bor edi o'sha. Именно shunaqa payt bilimim bo'lganda, cho'ta klientlarim yo'q bo'lib qolgan edi. Xudoga shukr, sekin shu topib oldim. Hozir shu stretch plyonkalar bilan ishlayapman. B2B sohasi, ular stretch plyonka chiqarishadi. Masalan, katta kompaniyalar, masalan, Korzinkaga o'xshagan, Havas, Chortoqlarga o'xshagan kompaniyalarni A tochkadan B tochkaga yuklarni xavfsiz yetkazib beradigan stretch plyonka. Shular bilan ish olib boryapman. Yana arxitekturniy byuro bor. Shunaqa. Xudoga shukr, hozirgi etapda ishonamanki, proyektlarimga yaxshi natija qilib bera olaman. Endi baribir marketingda 100% javob bera olmaysiz. Masalan, 100% men shularga zo'r natija qilib beraman, mijozlarni 5x ga oshiraman deb 100% hech qachon garantiya bera olmaysiz. Lekin hozirgi payt qaraganimda to'g'ri strategiya bilan, to'g'ri yondashuv bilan yaxshi natija qilib bera oladigan etapga chiqdim. Полностью hozir hammasini boshqatdan boshlab, boshqacha yondashuv bilan, boshqacha strategiya bilan qilishga harakat qilyapman.
Hop, shu paytgacha tushunib yetgan narsalarimdan bittasi prosta boshlash kerak ekan. Hech narsani o'ylab o'tirish kerak emas ekan. Prosta olish kerak, boshlash kerak. Qanaqa chiqadi? O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Prosta boshlash kerak ekan. Shuni tushunib yetdim. Hozir shu videoni olayotganim ham bir shu YouTube'da shaxsiy brendimni yurg'izishni bir boshlanishi bo'ladi-da. Bu ham agar hozir bundan oldingi qilgan videolarimni ko'rsanglar, hech qanaqa montajsiz, unaqacha ssenariy hamsiz qilingan videolar nega bunaqa qilyapman? Prosta boshlash uchun. Har bitta ishda eng kerakli joyi bu boshlash bo'lar ekan. Agar boshlab olsangiz, уже sekin-sekin domino effekt bo'lib o'zi ketar ekan. Так что bu videoda bitta agar послание qoldirib ketgan bo'lardim. Prosta boshlash kerak ekan. Mana masalan, men ham SMni boshlayotganimda unaqacha optim yo'q edi. Unaqacha bilmas edimda hech narsani, lekin boshlaganman sekin-sekin nimadirlar qilib, qidirib. Hatto shu YouTube'dan videolarni ko'rib o'rganganman, sekin-sekin hozirgi paytda уже natija qilib bera oladigan etapga keldim. Hozir o'zi уже komanda yig'ib oldim. Videograf, montajyor, targetolog. Endi hozir shu komanda bilan yondashib har bitta proyektga natija qilib bera oladigan darajada olib yurg'izmoqchiman. Birinchi o'ringa nafaqat u klientdan pul olish, balki birinchi o'chirda men bularga natija bera olamanmi, yo'qmi? Hozir shunaqa podxod bilan ishlayapman. Agar bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, juda ham xursandman. Albatta, bu videoni oxirigacha ko'rgan odamlar bormi yo'qmi bilmayman. Xo'p. Shunaqa, agar xudo xolasa mana shu kichkinagina video yoqgan bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa kelajakda nafaqat marketingdan, balki har xil shu temalardan ham zo'r videolar chiqadi. Xudo xolasa orqamda endi bir kun kelib oddiy kompyuter emas, balki qanaqadir Dubay bo'lardi, London, New York. Endi hammasi Allohdan, endi prosta Allohga topshirib qo'yish kerak ekan. U yog'ini sekin-sekin hammasi kelar ekan. Hop, agar shu video qiziq bo'lgan bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Agar o'zingizlarning ham hayotingizda qanaqadir qiziqarli hikoyalar bo'lsa, shu pastdagi kommentariyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.